Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga hozir 15 kunlik malaka oshirish davrida, ya'ni Turkiya davlatida bo'lib o'tgan voqealar, ularda demak malaka oshirishdan nima o'rganganimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Xudo xohlasa biz vatanga qaytganmiz, ishlarni boshladik. 15 kun davomida Turkiyani Izmir shahrida bo'ldik, Egey universitetida. Egey universitetini shu klinikasi bor o'zini. Bu universitet juda ham qadimiy universitet hisoblanadi, ya'ni juda ham tarixga boy va klinikasi ham juda ham tajribasi katta klinikalardan biri hisoblanadi. U yerda 15 kun davomida biz andrologiya, urologiya sohasida asosan operatsiyalarda ishtirok etdik, xirurgik amaliyotlarda. Bundan tashqari professorlardan shu nazariy bilimlarimizni oshirdik, ya'ni ular bilan suhbatlashdik, qilayotgan ishlarimiz haqida ma'lumot oldik, yangiliklar oldik juda ham ko'p. Xudo xohlasa shu yangiliklarni shu O'zbekistonda targ'ib qilmoqchimiz. Bundan tashqari shu professorlarni O'zbekistonga taklif qildik. Ular rozi bo'lishdi. Xudo xohlasa 2-3 oy ichida shu narsani tashkil qilamiz, ya'ni professorlarni O'zbekistonga jalb qilamiz. Ular shu yerda konsultatsiya qilishadi, operatsiyalarda qatnashishadi, operatsiyalarni yangi zamonaviy operatsiyalarni shu O'zbekistonda amalga oshirishadi. Xudo xohlasa amaliyotimiz juda ham yaxshi o'tdi. Barcha maqsadlarimizga erishdik. Qo'llab-quvvatlab turinglar, obuna bo'linglar, kuzatib turinglar. Hali juda ham katta yangiliklar qilamiz Xudo xohlasa. Bepushtlik muammolari bo'yicha yoki har qanday andrologik soha bo'yicha, ya'ni jinsiy muammolar bo'yicha ham yangiliklar qilish arafasidamiz. Salomat bo'ling.